Quyon bolalari nima uchun o'ladi? Quyonchalar nobud bo'lishi mumkin. O'zi quyonchalarni qanday olish kerak, qanday parvarish qilish, qanday qarash kerakligiga quyonchalarni saqlab qolish chorasi bormi? Yerdagi quyonlar uchun emas, 2-3 kundan keyin nobud bo'ladi. Agar kimga mana shunaqa shirin quyonchalar kerak bo'lsa, assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Quyonchi. Bugun quyon bolalari nima uchun o'ladi va buning chorasi bormi? Ya'ni quyonchalarni saqlab qolish chorasi bormi? O'zimizning tajribadan kelib chiqib bir tavsiyalarni bermoqchiman. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, quyonchalar tug'iladi, keyin 2-3 kundan keyin nobud bo'ladi. Bularning nobud bo'lishining sababi birinchidan quyonlarning joyi bo'lishi mumkin. Ya'ni agar quyonlar ochiq joyda bo'lsa, shamol tegadigan, sovuq bo'ladigan joyda bo'lsa, quyonchalar nobud bo'lishi mumkin. Joyi issiq bo'lmaganligini sababidan. Yo agar joyi ham issiq bo'lib, quyonchalar yana o'layotgan bo'lsa, bu nimadan bo'ladi? Hozirgi gapirayotgan bermoqchi bo'lgan maslahatlar faqat qafaslar uchun mo'ljallangan, ya'ni qafasdagi quyonlar uchun, yerdagi quyonlar uchun emas, yerni kovlab bo'laydigan quyonlar uchun emas. O'zi quyonchalarni qanday olish kerak, qanday parvarish qilish, qanday qarash kerakligiga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor. Qisman asosli bu tushuncha. Quyonchalarni ko'rsa, quyonchalarga tegsa o'lib qoladi degan narsa bor. Bu gapga qo'shilaman qisman. O'lib qoladi degan joyigacha qo'shilaman. Nima uchun? Odatda quyonchalarni olganda biz qanday olamiz? Shuni boramiz. Misol uchun, onasini oldidan shuni tortib olamiz u qo'limizga olamiz. Yo'q, bunday qilinmaydi. Buning uchun avval onasini silash kerak bo'ladi. Sababi hidi qo'limizga o'tib qolishi uchun. Ya'ni qo'limiz onasini hidi bilan sal hidlanib olishi uchun. Misol uchun mana hozir men onasini ushlayman desam, menga noqulay. Bunaqa bo'lsa, o'zini juni bo'ladi mana. Mana shunaqa juni. Shu junini olib, qo'lga ishqalab, mana. Qo'lga ishqalab. Bu birinchi marta olishimiz emas. Buni kunlik tekshirib turiladi bu quyonchalar. Ba'zi payt, endi hozir har kuni emas u, qo'lga olinib, mana. Hattoki mana shu quyonchalarga boshqa quyonni bolasini qo'ysak ham boqib ketadi. Yo'q, bo'lmagan narsa, u yoq bu yoq deydigan akaramizga mana. Ko'ryapsizlar, rangi boshqacha buni. Bularning rangi boshqacha. Buni g'ovdasi ham katta. Bu ko'zi ham ochilgan buni, mana. Mana, ko'zi ochiq bu. Bu 4-5 kun katta quyoncha. Xo'p. Endi qaranglar. Qo'limizni ishqalab olganimizda bizni qo'limiz ona quyonni terisini hidi bilan nima bo'ladi? Hidlanadi. Shundan keyin quyonchalarga teksak, onasi begona hidini sezmaydi. Mana bu quyonchalar endi ko'zini ochyapti mana. Kichkina. Mashalloh deb yozib qo'yasizlar. Mashalloh deb qo'ysalar ham Xudo xohlasa ko'z tegmaydi. Xo'p, qo'limiz endi bu quyonchalarda faqat onasini hidi bor bo'ladi. Bizani boshqa begona qo'lni hidi bo'lmaydi. Quyon bolasiga qachon qaramaydi? Qachonki hidi o'zgarib qolsa, aya hozir mana shu quyonchani olibman, mana bu yerga qo'ysam, keyin buni polni nimasidan tozalab, mana unaqa yungidan, onasini yungidan tozalab qaytib joyga qo'yadigan bo'lsam, hidi o'zgarishi mumkin. Shuni hisobiga ona quyon bu meni bolam emas deb qarashi mumkin. Xuddi shuni hisobiga bolasiga qaramaydi. Agar biz ona quyonni yungi bilan qo'limizni ishqalab boshqa quyonchani ham mana unaqa boshqa quyonchani ham qo'shib qo'ysak, boshqa quyonchaga ham yaxshigina nima qilib, sekin, qattiq emas, avaylab yoki eng yaxshi usuli shundoq mana shu yung bo'lsa, mana shu yangi quyonchani o'zini onasini yungidan toza qilib, shu yangi yungni ichiga qo'yasiz 1 soat. Ona quyonni shundoq 1 soat olib qo'ygansiz. Xuddi mana shu yerdagi jarayonni aytadigan bo'lsam, mana bu quyonchani onasini yungidan tozalab, onasi mana bu yerda turibdi, ana shu xikol ona bo'ladi. Bular hozir ikkita. Boshqa quyonchaga ham ko'rsataman qo'shganimni.
Mana shu ona quyonni yungini ichida mana shu boshqa quyonchani qo'yganmiz. 1 soat, 2 soat onasini boshqa joyga olib qo'yganmiz. Bu o vaqt ichida mana bu quyonchaga bu yangi ona quyonni, yangi onasini hidi o'tirib qolgan. Shuning hisobiga mana Xudoga shukr haligacha boqib yuribdi. Xuddi mana shunaqa uslubda quyonni qo'shsak bo'ladi. Yo, bu bittasi o'xshaydi, ikkitasi o'xshaydi deganlarga mana qarab turinglar. Bu boshqa ona quyon. Sal nima qilaylik mana. Endi qarab turinglar. Mana ikkinchi ona quyon. Ikkinchisi ham xuddi shu ahvol mana. Quyonchalar. Mana. Bu quyonchalarga ham biz yangi bitta boshqa quyonchani qo'shganmiz. Qarab turinglar. Mana. Mana bu bolasi bunaqa bo'ladi o'zi. Bu esa boshqa quyonning bolasi bo'ladi. Xuddi shu uslubda qilib kelyapmiz. Xudoga shukr hali biron marta begonasirab o'ldirib qo'ygani yo'q. Endi buni tushunadiganlar tushunadi. Mana bu quyonchalarning ko'zi hali yumuq. Mana bu esa g'o'disi ham katta, ko'zi ham ochiq, rangi ham boshqacha. Bu quyonchalarga nisbatan o'zi bittada ko'rinib turibdi. Shuning uchun bu quyonchalarga sekin muloyimlik bilan qo'l tekkizib, lekin birinchi navbatda shu ona quyonni silab nima qilinadi? Agar yungi bo'lmasa, ona quyonni bir fas silab tursangiz, qo'lingizga o'sha nimasi o'tirib qoladi. Keyin olib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, quyonchalar tug'ilganda keyin nima qilinadi desa, quyonchalar tug'ilganda quyonchalarni xabar olib turiladi. Sababi 1-2 kunda o'zi o'lib qolishi mumkin, slabisi bo'lsa. Keyinchalik tagini ho'llab qo'yib, o'zini nimasini zilga ho'llanib, muzlab qolishi mumkin, ayniqsa qish paytida. Buni oldini olish uchun mana kecha mana shu qafasini tozalab chiqqanmiz, kecha. Mana tagiga yangi somon to'shalgan, mana quruq. Mana bu somon ham yangilandi. Sababi bular baribir axlot chiqaradi, quyonchalar 4-5 kun bo'ldimi, uje axlot chiqarishni boshlaydi. Axlot chiqarishi bular faqat siyadi. Agar tagi mahkam bo'ladigan bo'lsa, mana hozir buni tagi ochiq. Ko'ryapsizlar? Oqib ketadi. Lekin o'zim tajribamda bo'lgan, xuddi mana shunaqa yashikchalarda tagini plastik qilganman, issiqroq bo'lsin deb. O'sha plastik qilganimni hisobiga kelib qarayman, tagi ho'l sovuqda o'zini nimasiga ho'llanib ko'p nobud bo'ldi. Mana bu yung aralash nimasini almashtirib turadi. Kecha buni bir marta aralashtirib ozginasini qoldirdim. Bu hozir somoni ko'p, yungi kam. Endi hozirgi paytda bular 1 hafta 10 kunlik bo'ldimi, yung uncha kerak bo'lmaydi. Sababi o'zining yungi chiqadi. O'zi harakatda bo'ladi, o'zi ko'zi ochayotgan bo'ladi. Shuni hisobiga bular uncha sovuq qotmaydi. Lekin baribir ham iloji boricha o'zi chiqib ovqat yeydigan darajaga yetguncha bunga 15 kun, 20 kun vaqt ketadi. Yungini saqlab qolishga harakat qilamiz. Mana shunaqa kam holatda bo'lsa ham. Hozir ko'ryapsizlar, bu yerda o'ta kam, faqat tepasida qolgan, pastida somon bor. Somon issiqligini ushlaydi va qanchadir miqdorda shu yungni o'rnini ham bosadi. Agar yungi bo'lmaydigan bo'lsa, yanada ehtiyot bo'lasizlar, somonni ko'proq solasizlar. Tagiga iloji borsa, hozir menda tugab qolgandi, apilka to'shayman. Xuddi mana shunaqa yashikdek qiladigan bo'lsa, endi kaliflar sal jussasi kichkina bo'lganligi uchun birinchi 1-2 sm apilkadan keyin mana bunaqa somon tashlayman. Keyin u yog'ini o'zi eplab oladi. Apilka tashlasin sababi siyganda uni siydigini o'ziga darrov tortib oladi va uni ham almashtirib turish kerak bo'ladi. Agar kimga mana shunaqa shirin quyonchalar kerak bo'lsa, murojaat qilishinglar mumkin. Para qilib, bolasi bo'lsa, bolasini ham qilib berishimiz mumkin. Qoni boshqa qilib. Hozirda bular sotuvda yo'q. Xudo xohlasa, fevralning oxirlarida endi 1 oylik, ropparasi 1 oylik bo'lganda
sotuvni e'lon qilamiz. Keyin bron qilib olsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu qisqacha quyonchalarni parvarish, yangi tug'ilgan quyonchalarni parvarish edi. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentda, izohlarda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar.